Assalamu alaikum, hürmetli kurumlar. Din ve hayat namlı sohbet programımızın nöbetdeki bölümünde farzand terbiyesi hakkında toxtalamiz. Programның riyasatçı men qarindishlar Ubul Qasim Ahmedi, programımızın aziz mehmoni Ustaz Muhammed Yusuf Qarim bo'ladi. Muhammed Yusuf Qarim şu farzand terbiyesi hakkında bunun ilgili bir qancha sohbet program qilgan. Endi hozir bo'libmi şu farzandlarda nishonsiz, qalayimqon, o'qish ma'rif sistemlik bilanmayotgan balalarga yeterlik ata-onalar kuyinmayotgan bir sharoitlarni voqealarni ko'ryapmiz. Bu vaqtda bir tushuncha bir o'tgan bo'lsa, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bu farzand terbiyesi nayt endi deyishga qanchalik takrorlasaqmi yana bu ozlik qilayotgan shunda muhim bir mavzu bir masala ekan endi. Chunki bu farzand dunyodagi bizning eng chong sarmoyamiz ekan. Mushu sarmoyamiz bilan qandaq armonlarimizga bo'lsa yetkili bo'ladigan g'ayrat qilsak ashuna gapkan endi. Birinchisi bu bolalarga mushu nishon turg'izish masalasi nayt bak muhim ekan. Mutaxassislar deydigan har qanday bir ish ikki qatim yaratildi dunyoda deydigan. Biri tasavvurda yaratildi, undan keyin amaliyot yaratildi. Tasavvurda bo'lmagan narsa amaliyotda bo'lmaydi endi uni. Dastlabda tasavvur qilinadi ekan, ijodiyatlarning hammasi shunday ekan. Dastlab tasavvur bo'lgan, keyin uning amaliyotda endi nima chiqarganda bu nishon turg'izish degan hamda dunyoda hech qanday narsa sababsiz emas ekan. Mush mikrofonni yasaganlar, mush mikrofonni gap qilsin degan shu maqsad bilan yasagan gapim. Qog'ozni yasaganmish, qog'ozga yazsın da. Hamma narsaning o'zining roli bor. Ammo inson hayoti shunday bir sudak eqib ketadi ki, nurg'un nishonsiz ketib qolgan insonlar bek chiqqan. Bu hayotda nima uchun keldi dunyoga, nima ish qilyapti, nega beryapti? Shu eqitib mangan alqa shu nimadak, suning ustida laylab qolgan beliqdak, ashuna mang'atgan gap. Su qas tarafga iştirisi şunda mağatkan gap. Bu hayatlıkka yaraşmaydigan bir işçamdır. Bir her qanday narsada bir nişan bo'lish kerak, her qanday bir maqsad bo'lish kerak ekan. Hem o balalarga bir nişan turg'izgandan keyin qiziqish bo'lgan, shu nishonga yetiman deb ayda qildi ekan. Masalan bu anglaymiz shu aeroplanni ijod qilganlar White ismli familiyalik ikki bola ekan. Birisi 5 yoshda, birisi 7 yoshda chaqda bu anasi o'lib qoldi ekan. Keyin anasga nayt bak qattiq hasratlandi ekan kichik bolalar. Shundan keyin dadasi bilan qo'yib qo'yib ayda ketib berib bu turna qushlarni uchib ketganini ko'rib, dada bu qushni nega bordi desa, osmonga bordi desa, anam qashqa boramdi desa, boradi deb qo'ygan u. Men ucha olamdimi desa, ha ucha olaysan, o'ylamayla odam ucha olaysan aytgan. Shuning bilan bu bolalar qanday qilsak shu uchib biz onamizni ko'ralaymiz degan shu fikr kallasga kirib aşı izdiniş bilan, aşı nişan bilan onu qilib qo'ydi, buni qilib qo'ydi. Eng oxiri aeroplanni shuni ijod qilgan. Endi demak, uningdan boshqa ijodiyatlardan nurg'un bizning turmushimizdan bor, turmushimizning shu qiziq turish. Masalan, oldingi kuni men 11 yoshlik bolamni sen kunda bir sura o'qib bersang, men bir surani Roberts o'qib bersang 10 riyal berman desam, 2 kun ashunda davomlashtirdi. Kichigisi Kur'an'a ağzıma anç kelmeydi. Kichigisi kelib, onga men o'qiyman deb, tamam sana o'gitib qo'y, amsa deb o'qisam, menga 10 riyal bersam, men o'qiyman deb. Nimishqanda ma turmushdagi kichik bir misol endi buni. Nimishqa har qanday narsaninki bir sababi bor, bir qiziqishi bor. Her qanday narsani binasiga bir nishonga bir maqsadga bog'lansa, ash bolalarningki qilayotgan ishimi, o'qishimi, qanday bir ish bo'lsa, bir nishonga bir maqsadga bog'lansa, uningki davom o'tgan. Agar nishonsiz bo'lsa, endi dadamda o'qindaydi maktabga apirvat, akilvat boshqalimi o'qiyotgan, men o'qishga bir yerga chiqamdi. Bu desa hech qayerga chiqolmaydi endi u. Şuna nişan turg'izish masalasi naytibak muhim masala ekan. Masalan, oddiy yana bir masala isim kelib qoldi. Şu medresede ben vatandalik kitap o'qishga boshlaganda, madrasa dini Qur'on yodlab o'qishga boshlaganda bizniki ustozimizningki cho'ng taliblar bordi. Ular endi tafsir o'qiydi, hadis o'qiydi. Biz ham shu kichik grammatik ashularda bir juma kunlikda ustozim Sürü Kahf'deki şu Ashab-ül Kahf'ni qissasini deb berdi o'zimda hikoya deb berdi qissasi deb bergandan cho'ng taliblar taklif qo'ydi. Voy ustoz bak yaxshi bo'ldi, sizlar buningda andada har hafta bir kun 2 kun bizga shu tafsir qilib bergan bo'lsalar desa, ustozim bo'lmasa bizning Keriyada tunilgan katta olimlardan ham shunda turib
qattiq shu kamtarliklar, salbiy kamtarlik bilan hamda men nada Qur'on nada? Men Qur'onni qanday tafsir qila olayman? Anda demanglar men qila olmayman dedi u. Degandan menga kallamga shunday bir fikr keldi. Bu Qur'onni nima ish qilib tafsir qilib, shunday katta odam tafsir qilamiz, kim qildi endi buni? Men o'sha Qur'onni tafsir qilishni o'rgansam bo'lgan degan narsa kallamga kirib olib, shu cho'ng taliblardan so'radim. Bu mana u kitobni o'qityapsizlar hozir. Meni shu biraqla Qur'onning tafsirini qilgan ilmga chiqib qo'ysam bo'lgan desam, andaq gap emas. Bunda o'ziga chiqsangmi baldaq bilan chiqsiz, baldaqa va buni. Siz hozir nahvini o'qiysiz, uni grammatikasini murakkablarini o'qiysiz, uniki fiqh o'qiysiz, uniki hadis o'qiysiz, undan keyin andin tafsirga tushitgan gap dedi. Shuning bilan jiq yo'li bakam murakkabkan dedim. Shunda qilib biz chet elga chiqatgandan keyin shu kallamda men qanday qilsam shunday bir tafsir ilmiga bak ko'ngil bulutgan bo'ldim hamda. Shunday qilib yurib eng oxiri demak nishon kichik vaqtida boshlangandan keyin hozir shuningda shu tafsirga ishlash jarayonida shunda qattiq xushallik, qattiq huzur bilan boshqa ishda anda huzur yo'q menda. Masalan o kadar anladım yok. Tefsirini qilsam xuddi shu o'zimni unutgan darajada bir rasmiy shunday bir huzur bilan shunday nima qilganlik hozirgacha hamda. Demak shu bir narsa kichigimdan tortib shu kallaga bog'langan shuniga yetiman deb uningga jafo olsangmi tortisgan, och qolsangmi mayli ekan, suga to'ngab qolsang mayli ekan. Demak nishoniga yetiman deb aynan nima qilsam bu kichik bir misol hamda. Bu nurg'un cho'ng misollar bor masalan. Bir ishni amalga oshirman deb eng oxirida ayda oshirganlardagi misollar jiqam deb bo'g'ilmaydi. Shu olimlar shu va olimlar o'tirib qolgankan ota-ona bilan shu ustozlar bolalardagi qiziqishni bayqab vaqtida shu qiziqish tarafga yuzlandiysa bolalarda jiqqa unum bo'lganligi vaqt isrof bo'lmay ko'zlagan nishonni ishga yetkazib bo'lganligi haqiqatan bolalarningki bir nishoni bo'lsa sen o'qib nimish qilmoqchi kichigidan tortib shu bir narsaga ko'zlagan shu nishoni o'zining qiziqqan kasbida o'qisa, o kelajakda ummatga, millatga kerakli bir farzand bo'lib chiqadiganligi shak yo'q. Endi yomon yeri bolaning qiziqishiga, qiziqib bir nishon belgilab shu nishon bo'yicha o'qishiga ota-onalar uningki masrafiga, xarajatiga chidamaydigan bir ish bor. Bu vaqtda biz o'zimizning bir ko'z qarashlarni qo'yishlar, ota-onalar bo'lgan tavsiyalar bo'lsa o'tirib qo'yishlar. Pul chiqim qilmay jafoat atmaydigan hozir endi unurg'ilgan ko'ryapmiz shu dunyoning hamma yerlarida pul ketmaydigan maktablarga pul ketmaydigan tahfizga ichirib qo'yaplar dadildigan taraf shu mas'uliyatni qechiblarkanda o'qitdim ayda bir hadafsiz nishonsiz bolalarni uydan chiqarib shu bir gadnik yuk yengisilar bo'lgan shunday holat kelib az ota-onalar pul chiqim qilib jafosini atib o'qituvchi demasa nurg'ul ota-onalar bu mas'uliyatni qechiyotdi. Bu haqda bir to'g'ri bu bola farzandlarni tarbiyalaydi, farzandlarni o'qitishda pulga chidamaslik bu intayin xato aytdi salbiy bir ahvolda. Biz o'ylab baqsak, har qanday bir ota-ona o'ylab baqsa, bu bola degan eng cho'ng sarmoya. Mushu sarmoya bilan o'zi armon qilib yetolmagan maqsadlarga yetadi. Masalan, o'zi armon qilib qilamagan ishlarni shu orqali qildi. Mushu sarmoya bilan jannatga kira oladi masalan hamda. Endi mushu insonlar o'xshash emas hamda nurg'un insonlar boshqa yerlarga, boshqa ishlarga shuncha pul sarf qilsin, shu o'qitishga kelganda bunda chidamayotgan shunday ishlar bo'ladi bizningki Uyg'urlarda jiq bo'lishi mumkin. Ham bizda biroz ba'zi mushu masalada jiq angsizliklar bo'lishi mumkin. Bu bola hayotimizdagi eng cho'ng sarmoya bo'lganki, butun sarmoyamizni mushuni qilsak, masalan boshqa narsaga qilsang balki qaytib keldi kamaydi. Ammo bolaga qilsang cho'qim u qaytib kelgan bir sarmoya endi. Endi buningda nurg'un odam mushu Yevropada boshqa davlatlarda ko'ryapmiz hamda pul yig'ib shu bolalarimni o'qitaman deb yig'itgan pulni hamda. Bizningki hamda pul yig'imiz pulluq odamni shunday jiq hamda u pulni nega ishlatadi bilmaymiz hamda shunday eng muhim bo'lgan narsaga solmay bu dasmini nimaga soldi buni uqib olmaydi hamda. Bu bolalarga dasmi silish bu necha hassa o'zimizga qaytib ketgan cho'ng bir nima. O'tganda bir o'tirishda bir misol keltirib berdim. Ya'ni misol kelsa ziyni yo'q. Masalan, o'sha Saudiya Arabistonda psixologiya mutaxassislari bir Sheyx Ahmad degan bir odamning misolini keltirgan. Bu odamning Nayti shaharninki muhim markaz bir yerda cho'ng bir binosi ekan.
bu binanı başka bir adli bir işleri işletip to'g'andan bu Fransiyalik kiyim lahiyalaydigan cho'ng shirkat kelib yoki bizga setib bering yoki kiraga bering desa hech qaysi bermayman deb turibdi. Pulni az ko'rgan bo'lsangiz, masalan, setib bersangiz mancha hassa, ya'ni deganingizdan mancha hassa beraylik. Nima qilsa uni qo'ymaydi degandan sizning maqsadingiz nima deb aqsga kirib olgandan keyin u kelib mening bir dona balam bor, shu balamni o'qitmoqchiman. Balamni o'qitib bersanglar sizlarga biz mashina bilan berib o'tay bo'libdi. Sizlarga islom shirkatga berib o'taydi. Bu odamlar hayron qoldi. Bu o'qitish degan gapda anda bir qancha million bo'lgan ekan hamda. Deganiga bu o'qitishga bunchalar ketmaydi, ammo siz bu qanday anda deysiz deganiga men o'zimninki bu qara o'tmishimni balamning parlaq kelajagiga almashtirishni xohlamayman. Shunga mening balamning kelajagi anda bo'lib qolmasin, men pul tepibdim, ammo bunda ishlab chiqarish, o'zi qilish deydigan ishni qilmadim. Mening balam qila oladigan bo'lsin deb qilganidan keyin shuni ular bolasini Fransiyaga ilib ketgan nima o'qiysiz desa, men mush kiyim lohiyalashni o'qiyman degan. Am dadingiz nadi cho'ng bir universitet o'qitman deb cho'ng bir ishda o'qitam desak, bu kiyim lohiyalashi oddiy ish emasmi desa, sizlarga oddiy ko'ringan bilan, ammo bizga oddiy emas. Chunki men shu arablar tayyani yeydi deyotgan bir ko'z qarashni o'zgartirishni arablarning hammasi andoq emas. Bunda ishlab chiqargan arablar bor. Biz shu Yevropaning boshqalarning keltirgan kiyimlari, ashularniki to'qib bergan raxlari ashuni ishib ayndaqmiz. Biz o'zimizmi ayndaq qila oladiganligimizni isbotlashdi. Men o'qiyman deyotgan, o'qiydigan, o'qib ayda cho'ng bir marka yaratadigan u. Marka yaratganning dunyoning nurg'un yerlarida uninki ayda sho'balari qurilib, u anda binodan necha binoni setib oldi ekan hamda. Milliarder bo'lib ketgan gap hamda. Shunga biz bolalarga masalan bir balaga bir baliq tutib bersak bolamizga bir vaqt tamaq yeydi tugi düşünemem ama beliq tutuşunu ügütüp koysakçı balığa beliq tutuşunu ügütüp koysak ömür boyu aç kalmaydı. Demek yani bu balığa desma selişka pişirlik kılış katibabın hatta bununla pulumuz bo'lmasa qazi asak elip hatta uyumuz o setip aynı kılışka tigişlik endi bununla hiç qanday taraddut kılış kerak emas. Bular mı biz Uyg'urlar o'qishga bek muhtaç. Çünkü biz kuchlanmasak biz tugab ketamiz, kuchlanishimiz kerak. Qanday kuchlanamiz? Hozirgi dunyoda shu ilm, ma'rifat bilan fan texnik bilan kuchlanadigan gap ekan. Pul tepishmi shuning bilan, kuch tepishmi shuning bilan, hamma narsa shuning bilan. Anda o'g'ankin biz boshqa musulmonlarga farz bo'lsa bizga farzdinmi muhim, farzdinmi bak yuqori desak, ya'ni bo'lgan shunchalik bak muhim hamda ayda bir ilm egallashcha hamda shunday bir sharoitda shunday ahvolga duch kelyapmiz biz hamda. Shunday chog'da biz pidokorlik qilish kerak hamda ota-ona. Albatta. Biz bu yuqorida farzandlarni o'qitish to'g'risida to'xtaldik. O'qitishning ya'ni to'xtaldik, dinda o'qitamdi fandimi. Endi bu dinda o'qitishningki farzligini, buning muhimligini, hayotida savobligini hamma odam biladi ekan. Bizning Uyg'urlarda jiq odamlar shunga ahamiyat berib kelyapti. Aksincha kasb o'qitish ishlaridan bizda yetarsiz. Şu din bilen birge bizden arzulaydıqımız balımız Allah'ın Resulü'nü tanıydıgan, dinini tanıydıgan ve kesbi ilimlerini okuş ihtiyacı elbette badep qarayımız. Bu kesbi ilimdeki okuğalının bəzi dinin hali, dinde okuğallar kesbi de aciz. Bu vaqt sizlarning bir ko'z qarashlarni biz asla biz shu vatandagi maktab madrasa degan ongni chet elda biz buni shu ongni to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz kallamizni kuchugini ishlatib bir fikrimizni yengilishimiz kerak. Dunyoda hamma narsa yengilib turgan. Shu qushlar tuk tashlaydi ekan, daraxtlar nima tashlaydi deyotgan, shu yengilib turgan. Ammo inson endi badanda nima tuk tashlamasimi u fikri o'zgarib zamonga qarab o'zgarib turgan. Masalan, GPS, nurg'un mashinalarda GPS var hozir. Shu jiddiniki 10 yil burungi GPS'ler hazır mansak yani tapanmayız. Her yılı GPS şirketi her yılı özgürtüp turgan. Çünkü yolla özgürtüp turgan da biz nurgul adam 30-40 yıl burunki GPS ile megavatı da hazır. Kalını özgürtüşümüz gerek. Bu mektep dese, bizden vatanda mektep dese, atızını ügü tutkan, Allah'ını yokta etken, nauzubillah, aşında mektep hem de o. Küçükümüzden mektep dese, kalımız şu kirdi. Medresi dese, karanlığı öldü okuvatkan bizim medresimiz. Ama chet elde mektep dese, Türkiye'de mi, Avrupa'da mı, hatta Avrupa'da mı, Kapır'ın memleketinde mi, hepte de birkaç saat,
2 saatdan 4 saat kistemdi dini gütütken Hristiyanlarga Hristiyan dini, Müslümanlarga İslam, Buddistlarga Buddizm. Türkiye'de mesela birkaç saat bayna derslik var, dini derslik var. Hatta Türkiye'de şunda yaxşı şarait var ki yani şu balla okup etip tuluksuzluğum o yakin. Kur'an yadlaytgan iş olsa 1 yıl ruhsat veritken. Kanunluq 1 yıl ruhsat verip aşı kege toңultup kap onun gibisin. Kur'an yadlap boğan degen davamlaştırıtkan. Türkiye'de şunda şarait var, başka yerden şunda şarait var. Vatandagi mektep, medrese degen narsani biz hazır chet elga chiqqandan kallamizni silkib etib, bunda to'g'ri tushunsak, bu vatandagi chet eldagi maktab dinga qarshi emas. Anda o'g'anki bizda bu yerda din o'qishini, fanni o'qish masalasida biz hozir ayirib olganimiz bilan burungi islomning taraqqiy qilgan zamonlardagi burungi shu Ibn Rushd deymiz, Ibn Haysam deymiz, Farabi deymiz, Ibn Sina deymiz. Ashulninki jiqisninki shu ilm fanda bir kitobi bo'lsa, dinda yana kitobi bor. Mesela, demek anadımı alim, manadımı alim ayrıtkan gap yok hem de. Şunda boğan şu zamanlarda. Hem de zaman kelip ilimler taksim kılındı, bölündü, dini ilim mi bilinip, dini ilimden şeyden o bu da bölündü, şunda bölünüp gitti ki hem de birisi başka bir dünya, birisi başka dünyada kılıp gitti. Aslında niyetimiz durursa olsa, Allah Teala'nı razı kılış, Allah Teala'nın körsetkini boyunca yaşaşını ibaret olsa, meyl din degen yani tefsir, hadis, fikr okuyla ya ki kimya, biyologiya okuyla aşınıldı mı Allah Teala'nın kudretini gösterelim. Mesela bir davetçi olan adam hadis, tefsir okup mu davetçi bulalaydı, kimya, fizikide mi davetçi bulalaydı. Demişka her bir kademde Allah'ın ispatlap durdu ki emez mi onun da? Ötkenden bir misal geldi mesela şu sonu mesela bir biyologiyan nime bir penni alim, tabiiy fen alimi sununki hidrogen bilen oksigendan terkip tapıtgan su işkenlikini bilirken bununki terkibi özgürlüğü başka narsa bulap kaldıqanlığını. Onundan başka mesela şu yer şarınınki mesela nimeninki biz yaşayotgandaki quyoshga yaqin bulap qalib kuyab ketgan hozirgi vaqtdan. Yiroqlasi to'nglab ketgan aşı ahvolni aşılı bilganligi mushu nizomni kim bekitdi deb aşu nokta arqali Allah Teala'nın kudretini nimesini to'nib andı. Şunda iman etganligimiz jiqayna. Demek biz keşke şu dini ilim bilen fanni ilim birleştirip her qancha davetçi agar bilsa ikkilisini birleştirip ayna qilgan bo'lsa %100 ajoyib nurning ustiga nur ayna bo'lgan gapda. Bunun da bir farqi yo'q. Hamda hozirgi zamonda bular bizning fanni o'qishimiz niyetimizni durust bo'lishi bilan shu tafsir o'qish bilan, hadis o'qish bilan, fiqh o'qish bilan o'xshash o'rinda turdi. Balki undan bir muhim o'rinda turdi deyalamiz. Nimishqa desa biz şu mevcudiyetimizni saqlab qolish uchun kuchimiz bo'lishi kerak, kuch bo'lishi kerak endi. Bu kuchni nereden alamizkan? Kuchni şu dinimizden ve ilm fandan alamizkan. Dinimizden aqida, iman, irada kuchni alamizkan. Ilm fan malidan şu dunyoda o'zimizni kuchlantirish, moddiy jihatdan kuchlanish, düşmanımızga taqobil turish ve o'zimizni isbotlash kuchini alamizkan. Anda o'g'andan ikkilisi zarur bizga hech qanday ayrishning hojati yo'q. Bu yerdagi farqlanib turgan narsa niyat endi. Masalan bilamiz şu Mısır'da o'qiganlarni başka yerda o'qiganlarni şu nimeniki Rusiyaning o'zininki chiqartib ayndaq o'qitib o'zining boshqa maqsadlarda o'qitib kelgan odamlari masalan sanki dini o'qigan bo'lsa-mu maqsadi boshqa yer xizmat qilgan. Ammo bir musulmon mu'min odam mayli bu fizik o'qisin, kimya o'qisin, matematik o'qisin, nima o'qisin, ya hendisa o'qisin, ya iqtisod o'qisin, ya siyosat o'qisin, ashuni men Allohning diniga xizmat qildirma, o'zimga xizmat qildirma, o'zimning millatimga, vatanimga xizmat qildirman. Allohning ko'rsatmasi bo'yicha shuni ishiltiman deb ayndaq qilsa, shu diniy oxiratlik ilm, dunyo oxiratlik ilmda endi Muşunun farkını ayırıp alsak hamda bizge qilishga tegishlik ish nayti, ügünüşke tegishlik ilim nayti bek köp hazırki zamanda hemmizge ihtiyacımız var bizden hamda. Hemmege ihtiyacımız var. Çünkü biz hemmede bizdeki halkımız muhtaç hemme taraftan. Şu anda halkımızın muşu taraftan muşunda bir oygutuşka tirişsak halkımız muşu ballarını okutuşta bir pidakarlık gösterse. Çünkü en çok sarmayımız şuken her kandak adam
men her qanday vatanimga ya dinimga hech qanday xizmat qilolmadim degan odam ma'yuslanmaslik kerak. Ashuning farzandini ash o'g'alvoldak ravrus o'qisin, ravrus o'qitib Allohning yo'liga solsin, ashu o'zi qilamagan armonlarini ashuning orqali qiladi. Demak, bu bir savob tepishning, armonlariga yetishning, jannatga kirishning bir vasilasi bu farzandlar ya. Xudoyim bergan naydi cho'ng ne'mat hamdi u. Ashuni nimishqa yaxshi yo'lda qo'llanib biz ashunda ulag'ıma paydalı, üzümüzgün paydalı işini kılamayız hem de. Köp rahmet, Allah razı olsun. Kıymetli fikirlerini oturup koydular. Hürmetli kardeşler, vakit münasebeti bilen programımızın bir yerde akıllaştırıyoruz. Konu koyup körgünün için köp rahmet. Keyingi bilimlerde kayıt uçuruş ümidi bilen her birinler bilen hoşlaşımız. Hayır, hoş selamet bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.